Tak, ekranda olaymiz. Ekran ko'rindimi? Qani, savollardan bo'lsa boshlaymiz. O'zi qanday bo'pti ekan bugun? Ko'p kira olmadim o'zim. Natijalar 10 ta, 7 ta, 6 ta. Ko'pchilik ishlamabdi-ku. Otabek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasmi? Aka, mana shuni jini bitta ko'raylik. Sekin bosh jini bitta ko'rak. Jimas G bor qani 3 marta jo'natganman. Oralta juftliklarmi? G da shumi? Ha, sizga n va n butun sonlar berilgan. Shu ikkita son oralda ikkita son ko'paytirish k ga teng bo'ladigan juftliklar sonini toping. Tak. Misol uchun 1 bilan 30 24 bersa 4 ta deyapti. Qarang, bizda nima deyapti? Birdan 30 gacha bo'lgan sonlar ichida ko'paytmasi 24 ga teng bo'ladigan sonlar nechta deyapti? Buni g'oyasi qanday bo'ladi? Buni mana qildim-da men. O'sha o'rtaliqdagi sonlarni 24 ga bo'linadiganlarni izlaymiz-da. Buning uchun 24 ilzostasigacha bo'lgan sonlarga bo'lib chiqiladi-da, xullas. To'ppa-to'g'ri. Shunday qilamiz. O'zi bu nima degani? Ikkita sonning ko'paytmasi, mana A bilan B sonning ko'paytmasi 24 chiqsin deyaptimi? Demak, 24 ni bo'luvchilarini izlaymiz-da. Ya'ni NB'sini izlaymiz-da. Avvalgi o'tgan narsamizga o'xshagan. Mana shu 24 ni natural bo'luvchilar sonini topamiz. O'sha soni nechta bo'lsa, uni yarmini olamiz. Chunki natural bo'luvchilar soni misol uchun 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi, 12 ga bo'linadi va 24 ga bo'linadi. Mana misol uchun mana A desak, mana unisi B bo'ladi-da. O'xsharak, mana. Demak, mana A 1 bo'lgan paytda B miz 24 bo'ladi. Agar A miz 2 bo'ladigan bo'lsa, B miz 12 bo'ladi. Demak, shundan kelib chiqadiki, bo'luvchilar soni nechta bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bo'luvchilar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degan. Xo'p. Demak, har ikkitasini olayotganimiz uchun bizda 4 ta deymiz. Mana shu K, mana bizga berilgan K, mana K ning natural bo'luvchi soniga qaraymiz. Lekin yana bitta shartimiz bo'ladi. Agar har safar birdan boshlanganda muammo yo'q edi. Ha. Lekin bizga misol uchun 20 dan 30 gacha bo'lgan oraliqda deb qolishi mumkin-da. 20 dan 30 gacha ko'paytmasi 24 chiqsin desa, bunga ham yana shuni olib keta olmaymiz-da. Chunki mana biz topayotgan mana bu sonlar, sonlarimiz u mana oraliqda bo'lish shart-da. Shunda biz agar 20 dan 30 gacha desa -1 chiqaramiz, unaqa javob yo'q, topa olmaymiz. Chunki ikkita sonni ko'paytmasi 24 chiqadigan 20 bilan 30 ning orasida yo'q. Xuddi NBS formulasini yozishga yozamiz-u, faqat ichiga bitta shart berib ketishimiz kerak. Mana 20 dan katta bo'lish kerak biz topayotgan sonimiz. 30 dan kichkina bo'lish kerak. Mana shu yerda bo'lish kerak biz izlayotgan A va B. Mana shu shartni berib ketishimiz kerak xolos. Endi hozir sizning kodingiz bo'lsa bir ko'ramiz. Qani sizda nima bo'lgan urinishlar? Chunki buni kuzata olmadim, bugun vaqtimiz bo'lmaganda biroz oraliqdagi juftliklar. Qani sizniki? Time limit bermagan ekan, Vrongan bergan ekan-ku. Tak, misol uchun Vrongan qancha 4 gacha borganingizni ko'ring, 4 gacha borgan ekansiz. B bilan sini minimumni topib olib, i ni a ga tenglayapsiz-da, a dan boshlab kvadratga oshirib ketyapsiz d gacha. Yo'q, kvadratga oshirib ketganingiz yaxshi emas-da. Xatolik berib qoladi kvadratga oshirib ketishingiz.
Orada son qolib ketib qoladi-da. Siz hozir mana i'ga birinchi a'ni beryapsiz, keyin misol i'ga 7 ni bersangiz, ana a'ni 7 deb tasavvur qilsangiz, keyin 8 qilyapsiz, keyin 9 qilyapsiz. Bu degani 49 dan 64 ga o'tib ketib qolamiz-da. Yo'q, aka qara. Qani bunda. 7-8 prosta kvadratigacha boradi-da. Bu mana d dan kichkina bo'lsa deyapsiz. Ha. D minimum b bilan s'ning kichkinasi minimumni olyapsiz. Ne edi? B bilan s'ni olibsiz ketgan. To'g'ri, na tepadagi qanaqa edi? B bilan s'ni kelgan. Nega b bilan s'ni olyapsiz? Endi ana boyagiday kattaga ketib qolmasin debdi. Ikkinchi testingizda juda ham katta son bordi-ku, ungacha olib borib o'tirish shart emas deb. Agar bo'linsa bitta oshib ketaver. Bitta transportni qo'shib ketaver. Ustoz, agar B bilan S bo'lsa 24 bilan 30 oralig'ida bo'lib qolmaydimi? Shuni aytyapman-da, shunaqa bo'lib qoladi-da. Yo'q, shuni kichkinasini olyapman-da men, 30 gacha ko'rib o'tirmaydi-da, 24 gacha ko'radi. Ya o'sha 24 gacha ko'rishingiz ham noto'g'ri-da. Endi bu yerda vrongans berib beribdi-ku, time limit ham olardi-da. Bu kamiz ham juda katta son bo'lsa-chi, 2 million, 3 millionlik son bo'lsa. Shu o'tmadi-da, ana shu 5-testni ko'raylik, qani nimada qaytdi. 5-test hozir ko'rib beraman. 5-testimiz. 4-chi bir hozir men nimadir o'zgartiruvdim-da, hozir men boya shoshib ishladim. Men bugun kuni bo'yi kira olmadim, kuzatolmadim. Hozir. Shu sonning 5-testini aytib beraman sizga. Planshetda ko'rsam qiyinroq, shuncha kompyuter ko'rib oling. Qarang, 4-da boyagi d qilganimda 4-da xato bo'libdi. Keyin qaytadan qo'yib chiqibman men, tepaga s qilib, d-ni pastga qo'yibman-da. Keyin 5-da qaytgan. Testimizni yuklab olamiz. Beshinchi testimiz bizda bo'ladi. sakson uch 14 4161 ekan. Keyin shu kodingizni olamiz. Qaysi birinchi kodni olaymi, ikkinchi kodni olaymi? Hozir birinchisini olib bitta ko'raylik, ikkalasini ham ko'ray, qani men to'ta nima qila olmadim-da. Hozir mana shuni ko'raverakchi. Buni olamiz. Ishga tushiramiz. Demak, bizda 83 14 41 61. Demak, bizda mana shu son berilyapti ekan. Sizni kodingiz 0 chiqib qolyapti, ko'rdingizmi? Unaqa soni yo'q deyapti. Ha, oldinda katta bo'lsa bo'lmayapti, to'g'ri. Ha, katta bo'lib ketishi mumkin dedim-ku. Siz minimumini olyapsiz-da 14 deb qo'yapsiz. Bo'ldi. Katta bo'lib ketishi ham mumkin, 1 millionlar bo'lishi ham mumkin dedim-ku. Ha, menda hozir shunda a katta bo'lish nimasi qaralmagan-da, teskariga yurish qaralmagan menda. Ha. Mana bu kod bo'lish kerak edi. Voy, bu yerda yaxshi ko'rinmaydi-ku mana yoqda. Hozir kodni tushuntiraman. Bu tushunarli, osongina kod. Xo'sh, demak, matematikani chaqirib oldim, chaqirmasam ham bo'lardi. Mana SQL uchun chaqirganman. Buni jo'n ildiz qilib ketsak ham bo'lardi, shart emas edi. Bu yerda uchala harfni o'qitib olyapmiz. Bu yerda sanoq uchun bitta shart olyapmiz. Ana endi mana bu yerda n bilan m ning kichkinasini va kattasini olyapman. Menga berilgan mana shu ikkita sonni qaysi katta, qaysi kichkina olyapman. Shu joyga ham e'tibor qilish kerak edi. Nimagaligini aytaman. Mana bu joyda bizda n kattami, m kattami aytilmagan. Ana shu. N va m butun sonlar berilgan deyapti. Balkim n katta bo'lishi mumkin. N 30 bo'lib, m 5 bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun demak, qaysi katta, qaysi kichkinaligini olib, demak, minimumini mana bu yerga minimum degan o'zlashtiruvchiga oldim. Chalkashib ketmaslik uchun maksimumga oldim. Xohlasak buni bittasini a, bittasini b qilib ketsak ham bo'lardi. Qisqaroq yozaman desak, farqi yo'q mana shunday. Xo'p, demak biz bu qator bilan maksimum va minimumni aniqlab oldik, chunki bizga qaysi kerak. Endi
Mana shu boya aytgan joyim, kodim mana bu yer. Biz K dan izlaymiz. A bilan B bilan ishimiz bo'lmaydi. K ni bo'luvchilarini topamiz-da, K ni bo'luvchilari kerak bizga. K ni bo'luvchilarini topish uchun kecha NBSda o'tgan edik, ildizigacha olib boramiz. Va int qilib +1 qilib qo'yamiz. Bitta ko'p aylansa hech narsa qilmaydi. Xo'p, ana endi nima qilyapman? O'sha K ni I ga bo'lganimda, ya'ni bo'luvchisini topib olyapman. Bo'linsa, misol uchun bizda o'sha 20 bo'lsa 20 ni olib ko'raylik. Birinchi 1 ni oladi. 1 ni olgan paytda, demak, mana bu joyda 20/1 deydi. Bu 0 ga tengmi deydi. Ha, haqiqatan teng. 20 ni 0 ga bo'lsa bo'ladi. Shu paytda y topish uchun nima qilyapti? 20 ni 1 ga bo'lyapti. Demak, y'imiz 20 bo'lyapti. i'miz 1, y'imiz 20 bo'lyapti. Keyin tekshiryapti i'ni. O'sha i'im mana kichkina son bilan katta sonning orasidami? Chunki menga orasi kerak-da. Bitta farqli tomoni mana shu edi. Shu shartni qo'yib ketishimiz kerak. Qolgani NBSda o'zi. Faqat i mana shuni orasida bo'lish kerak va mana topayotgan y'im ham, ya'ni mana shu ikkita son topdimmi? 20 ga bo'linadigan ikkita son topdim. Shu eklasam shu oralikda bo'lsa olaman, demak bitta bor deyman. O'shani +1 qilib ketaman. Keyin bizda misol uchun 4 bilan 5 bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik ham o'zgarib qolishi mumkin. Misol uchun y'im 5 bo'lib, bunisi 4 bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun keyin pastdan yana bir qilyapman. Lekin menga ikkita son bo'lib qolish kerak emas. Misol uchun 100 ni qidirayotgan bo'lsam, ko'paytmas 100 desa 10 bilan 10 deshim kerak emas. Unda bu A bilan A bo'lib qoladi, A bilan B emas. Shuning uchun bitta shart tekshirib olyapman. Ikkalasi bir-biriga tengmi, teng emasmi? Agar ikkalasi bir-biriga teng bo'lmasa, y bilan i'im yana o'sha oralikda bo'ladigan bo'lsa, boya tepada y'im kichkina bo'lsin deb shart qo'ygan bo'lsam, i'im pastda esa y'im kichkina bo'lsin deyman. Shu shartni qanoatlansa, yana bitta qo'shib qo'y deyman. Demak, xo'p, birinchi hozir 1 ni olgan paytini ko'raylik. 1 ni olgan paytda 1 bilan 20 ni olgan paytda, demak, keladi. Mana bu yerga 1 ni qo'yadi, mana bu yerga 20 ni qo'yadi. Bizda minimum bilan maksimum, misol uchun mana bunimiz 1 dan 30 gacha deb tasavvur qilgan bo'lsak, boya 1 dan 30 gacha dedik. Minimumi 1 bo'ladi, maksimumi 30 bo'ladi. Haqiqatan 1 bilan 30 ning orasida bo'lgani uchun buni oladi. Yaxshi. Bu 20 ni ham tekshiradi. Haqiqatan 1 bilan 30 ning orasida bo'lgani uchun bu ham shartga to'g'ri kelgani uchun s ni bitta oshiradi. Keyin pastga tushadi. I bilan y teng emasmi? Teng emas, chunki y bilan i'miz boshqa son. Keyin y orasidami? Ha, orasida. I orasidami? Ha, orasida. Endi y i'dan kichkinami deydi. Kichkinami y i'dan? Yo'q. Shuning uchun bu yerda buni olmaydi. Faqatgina 1 ni oladi. S ning qiymati 1 ga o'zgaradi. S 2 bo'lmaydi. Agar mana bu shart to'g'ri kelib qolganda edi, buni olardi. Mana endi y dan kichkinamsa, haqiqatan 1 kichkina 20 buni oladi-da, bittaga oshirdi. Bo'ldi, buni ko'rdik deb tasavvur qilaylik. Endi 2 ni oladi, chunki mana bu yerda takrorlashda 1, 2, 3 topib ketadi-da. Endi S² bo'lgani uchun 24 ni ildizi 4 chiqadi. Va mana +5 bilan 1, demak 1 dan 5 gacha degandek bo'lyapti. Ya'ni qaysi sonlarni qo'yar ekan? 1, 2, 3, 4 ni qo'yar ekan. Biz 1 ni tekshirib bo'ldik. Endi hozir 2 ni qo'yib tekshirib ko'ramiz. 4 gacha bo'lgan sonni oladi, xolos bo'ldi. Xo'p, endi i ga 2 ni olgan paytimda haqiqatan bo'linadi. Shunda y'im, ya'ni mana bu 24 bo'lingan 2 12 bo'ladi. Boya 20 da tekshirib ketgan ekanmiz. Biz shartimizda 24 edi. Birinchisida 20 deb tekshirib ketib qolibman. Endi olib keladi. 2 haqiqatan orasida, 12 ham orasida 1 bilan 30 ni va 2 kichkina 12 dan shartni qanoatlantirdi. S ni yana bittaga oshiradi. S boya 1 edi, S 2 ga aylanadi. Endi past shart ko'tadi. Ekrasi teng emasmi? Ha, teng emas. Y ekrasining orasidami? Ha, orasida. I ekrasining orasidami? Orasida. Endi mana bu joyga keladi. 20 y'im ne chiqdi? 12 chiqdi ekan. 20 deyapman, 12 chiqqan ekan. 12 kichkinami 2 dan deydi. Yo'q, shuning uchun endi bu shart bajarilmaydi. Bo'ldi, hozircha S2 bo'ldi. Endi 3 ga o'tadi. 3 ni ham xuddi shuni tekshiradi.
i'im 3 bo'lgan paytda men y hisoblayman desa, 24 ni 3 ga bo'lish kerak. Y'im 8 chiqadi. Keyin ko'radi, shartni qanoatlantiradi. Shartni qanoatlantiradi. Bu ham qanoatlantiradi, esim 3 ga aylanadi. Demak, 1 bilan top berdi bizga 24 ni, 2 bilan 12 ni, mana 3 bilan 8 ni ham topdi. Mana bu yerga yana shart tushmaydi. Shuning uchun ketdi qilmaymiz. Endi 4 gacha o'tishim kerak. Endi 4 ni qo'yaman. I ga 4 qo'ygan paytimda bu 4 ga bo'linadi, bu esa 6 chiqadi. Demak, Y'im 6 bo'ladi. Bu shartni qanoatlantiradi, bu shartni qanoatlantiradi va bu shartni ham qanoatlantiradi va esim 4 ga aylanadi. Lekin mana bu shartni qanoatlantirmaydi yana. Shuning uchun qabul qilmayman. Va menda bor yo'g'i S4 degan javob chiqadi. Qani o'sha mayda 4 mikan? Mana bu yerda ham 4 ekan. 4 ta javob bor bizda. Tushunarli bo'ldimi? Kodimni qanday ishlashi? Kim tushunmay qoldi? Beraveringlar tushunmay qolgan joyingizni. Tushunarli aka. Mana shu joyimiz deyarli onani o'zi, MBS'da o'zi ildizigacha ketkizadigan joyimiz, muammo yo'q. Mana bu joyi bo'linishini topyapmiz, to'g'ri. Bo'linishni topgandan keyin biz mana ikkinchisini topib olyapmiz. Mana i'imiz A deb tasavvur qilgan bo'lsak, mana y'imiz B da, buni topib olyapmiz-da. A bilan buni topib olib, o'sha A bilan B shu oraliqdami? Keyin A B'dan kichkinami deb tekshiryapman-da. Agar ikkita A B deb tasavvur qilsak. Faqat mana shu shart kerak edi bizga, mana shu shart, mana shu joyi. Chunki topilgan narsamiz mana shuni orasida bo'lish kerak-da. Biz qidirayotgan minimum va maksimumning orasida bo'lish kerak. Undan bu yoqda yoki bu yoqdagi sonlar kerak emas-da bizga. Bu nima uchun kerak bo'ladi? 1 dan 30 gacha degan paytda muammo yo'q. Boyagidek, misol uchun 15 dan 30 gacha degan paytda muammo bor-da. Chunki menda uni bo'luvchisi 1 da ola olmaymiz-da. Ko'paytmasi misol uchun deylik 9 chiqadigan sonlar qidir deyotgan bo'lsa, mana 1 bilan 9 ni ola olmaymiz-da. Haqiqatan 1 bilan 9 ni ko'paytmasi 9 chiqadi, lekin mana 1 bilan 9 biz qidirayotgan oraliqqa tegishli emas. Ana shuni chiqartirish uchun mana shart kerak bo'ladi bizga. Xo'sh. G masalamidi bu? Mana bu Mazda chaqirmasdan 0.5 daraja deb yozib ketsangiz ham bo'laveradi. Farqi yo'q, bo'laveradi. Mana shu ham bizga to'g'ri kelaveradi. Qani, yana savollaringiz bo'lsa beringizlar. Kimda qaysi masala chiqmagan? Shu testni meni kodimni ko'rib tahlil qilib bering. Shunimi? Ha, ko'rinishda ko'ramiz. Qoraltaga. Bitta Jaloliddin ishlab, Jaloliddinmi? Ha, shu. Ha, olamiz, bu tomonda analiz qilamiz. Xatosi qayerda chiqqan, nima bo'lgan? Xo'p, demak, buni olyapsiz, muammo yo'q, olyapmiz, bitta sanoq olyapmiz. Haqiqatan to'g'ri olyapsiz. Siz, mana sizniki mana minimum bilan maksimum noto'g'ri qilgansizda, bitta shuningiz xato. Zo'r. Deyarli meni kodimni o'zingiz ekan sizga. Faqat mana bilan n bilan m ning qaysi katta, qaysi kichkina bilmaysiz-ku. Siz har doim sizga 1 dan 30 gacha deb bermaydi-da. Misol uchun 30 dan 4 gacha deb berishi ham mumkin-da. Mana u n bo'lib qolishi ham mumkin, mana m bo'lib qolishi mumkin. Tushundingizmi? Siz shu holatda o'ylamagansiz. Doim n kichkina bo'ladi deb o'ylagansiz. Doim n katta bo'ladi deb o'ylagansiz. Lekin bizga unaqa qaysi bir kattaligini bermagan-ki. Ikkalasi faqat butun deb berib ketgan, tamom. Mana shu kodingizni, hozir kodingizni tashlaymiz. Shu kodingiz deyarli o'tib ketadi. Mana shu kodingizni mana shu joyda minimum bilan maksimum topib olishingiz kerak. Misol uchun deylik n1 deb ketay. n1 bo'lish kerak edi. Minimum n bilan m ning deylik m1 deb ketamiz. Bu maksimum kattasi o'sha n bilan m ning. Mana shunaqa qilib ketishingiz kerak edi. Keyin mana bu oraliq tekshirayotgan paytda n1 bilan m1 qilib ketishingiz kerak edi. n1 bilan m1 qilishingiz kerak. Tak. Hozir yana bir ko'rish shartingiz qanday? Tak. i'miz kichkina bo'lish kerak. Yo, nimaga m1 dan kichkina deyapsiz?
n1 dan kichkina bo'lish kerak emas-da. Ha, n1 dan katta bo'lish kerak. Biz sizda aytgan son n bilan m orasida bo'lish kerak-ku. Siz i ni kichkina deyapsiz. I katta bo'lish kerak-da. Xo'p, bunisida j kichkina bo'lish kerak deyapsiz. Undan yo'q, j katta bo'lish kerak. Qani boyag'ini berib ko'raylik-chi. 1 dan 30 gacha 24 midi? 8 chiqib ketadi. Xo'sh. S4 gacha ketyapti. K. N1imiz kichkina bo'ldi. Eng kichkinasi, eng kichkinasidan katta bo'lish kerak. Ha, men yana bitta shart kiritib ketish kerak-da va o'sha i'imiz kichkina bo'lish kerak edi j dan. J bu. Bo'ldi. Mana shu i'imiz j dan kichkina bo'lish kerak. Bunda esa va j'imiz kichkina bo'lish kerak i'dan. Shunda 1.30 24. Mana 4 ta bo'ldi. Mana shu kod o'tib ketadi, qog'oz tashlab ko'ramiz. Burun answer berdi ikkinchisida. Ikkinchi mana bu test ekan, qani testni berek, 3 chiqqan ekan. 8 chiqib ketdi-ku. Xo'p, n bilan m ni minimumni qo'yib oldik, maksimumni qo'yib oldik. S squared qilib ildizigacha yurdik, muammo yo'q. K ni i ga bo'lgan payt 0 bo'lsa, j ni aniqlab oldim. To'g'ri. Agar o'sha i'im shundan katta bo'lsa, shoyli bo'lishi bunday qilib yozdik. Mana bundan katta yoki teng bo'lishi kerak i'im. Shuni chiqarib bo'ladi va men qidirayotgan j'im kichkina yoki teng bo'lishi kerak m dan, bu ham to'g'ri va i doim bundan kichkina bo'lishi kerak. Shunda biz qilsak bo'ladi. Agar ikkalasi bir-biriga teng bo'lmasa va j deymiz va agar yerga i emas, j kichkina bo'lishi kerak. Minimum maksimum. Bizda xatoyimiz ana bo'pti, yana qilmabmiz-ku. Bu i'im n dan katta va kichkina yoki teng m1 da yozmay ketibmiz-ku, mana shu. I mana shu oralig'ida bo'lsin deyapmiz. N dan katta bo'lsa bo'ldi emas-da. N dan katta va m dan kichkina bo'lish kerak. Mana shu shartni qo'ymabmiz. Mana j'imiz ham n1 dan eng kichkinasidan katta bo'lish kerak, lekin eng kattasidan kichkina, shu oralig'ida bo'lish kerak. Shuni qo'ymabmiz. Shuning uchun ko'payib ketgan. Mana bunimiz ham xuddi shunday bo'lish kerak. n1 dan demak katta yoki teng bo'lish kerak va kichkina bo'lish kerak m1 dan. Shu oralig'ini qo'ymabmiz, shuning uchun ekan. n1 dan katta bo'lsa bo'ldi desak, u m1 dan ham katta bo'lib ketib qolishi mumkin-da, eng maksimaldan ham katta bo'lib ketib qolishi mumkin. Eng maksimaldan katta bo'lish kerak emas-da. Qani endi berib ko'raylik-chi. 3 chiqish kerakmidi? Mana ham 8 chiqyapti. Mana uni tortib qo'yaylik. Tak, i'imiz ikkalasining orasida bo'lish kerak, j'imiz ham ikkalasining orasida bo'lish kerak va i j'dan kichkina bo'lish kerak. Yaxshi. Endi ikkalasi teng bo'lmasligi kerak. J ham uni orasida, i ham uni orasida. Lekin j agar kichkina bo'lsa i dan S1 ni qo'shib ketamiz deyapmiz. Minimumni yozib oldik, maksimumni yozib oldik. Nega xatolik beryapti? Mas input yozilgan-ku. Nima farqi bo'ldi bizda kodimizdan? Deyarli bir xil-ku. Bunisi orasida, y orasida ikkalasi kichkina, to'ppa-to'g'ri. Teng emas, y ham orasida, uning o'zi kichkina, S1 to'ppa-to'g'ri. To'g'ri
borku. Bir xil deyarli kodimiz. Faqat shu katta minimum maksimum topib olmagan ekansiz, shuning uchun. Deyarli kodimiz bir xil-ku. Minimum topib oldik. Maksimum. Ustoz, ana iflar ichiga kirmagan-ku. Ikkita if. Ya, aytganda bu iflarni chekkaga qo'yib ketibsiz-ku. Agar mana bu shart bajarilsa, ha, rahmat. Mana bu xatoyimiz mana bu. 3 ta if tagma-tag bo'lib qolibdi. U manani ichida bo'lsa bajarilishi kerak, to'g'ri. If qo'yamizda. Ha, bu mana shart bu ifni ichida bo'lishi kerak. Mana endi beraylik-chi. Ana endi to'g'ri. Bu agar mana shart bajarilsa ichidagilar bajarilishi kerak. Bo'ldi mana shu. Keling, menikini emas, sizni kodingizni qo'yib qo'yamiz. Gruppaga. Tashlab qo'ydimmi? Ha, tashlagan ekanman, buni ham tashlab qo'ydim. Deyarli ikkalamiz kodimiz bir xil, faqat shu minimum maksimumni aniqlab olmagan ekansiz shu. Va keyin oralikni qo'yish kerak ekan. Mana bu shartni o'zi qanoatlantirmas ekan. Deylik, i'miz katta bo'lishi kerak. O'sha eng kichkina minimumdan deyishimiz xato ekanda. Bitta shuni qo'yishimiz kerak emas ekan. Chunki bu i'miz maksimumdan ham katta bo'lib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun chegara qo'yishimiz kerak ekan. Minimumdan katta bo'lishi kerak. Katta yoki teng yoki kichkina yoki teng bo'lishi kerak, maksimumdan deyishimiz kerak. Mana shu oraliq kerak. Sizga mana shu ikkitalik emas ekanda. Minimumdan katta bo'lsa bo'ldi deb o'rgan ekansiz-da. Minimumdan katta bo'lsa bo'ldi bo'lsa, misol uchun 1 bilan 30 berayotgan paytda bizda i'mizni o'rniga 50 olsak ham bo'lib ketadigan bo'lib qoladi. Agar bunaqa chegara qo'ymasak. Faqat i'miz katta bo'lsa bo'ldi minimumdan deydigan bo'lsak, mana 1 dan katta bo'lsa bo'ldi, 1 dan katta deylik haqiqatan. 50 dan og'iradigan bo'lib qolyapti-da. Aslida 50 bu 30 dan katta, bu oraliqqa tushmaydi. Shuning uchun mana bu ikkitalik shart berishimiz kerak. Minimumdan katta, maksimumdan kichkina degan. Tushunarli bo'ldimi? Ha, tushunarli. Keyingisi. Qani yana kimda bor masala? O'zi bugun kamchilik ishlagan shekilli, ishlaganlar ham odamlar ham kam ekan. Yo, urinish qilib yecha olmagan. Urinishlar qarab chiqmadim-da chunki men. Ustoz, Savol D bo'lsa masalan beringlar. ko'raylik. Qaysi? D masalan. D masala D. Kenguru masalasi. Kenguru bir sakraganda 5 metrga sakray oladi. U do'sti Jeknikiga mehmonga bormoqchi. U hozir 0-da turibdi. Uning do'sti X koordinatida turibdi. Bu osongina ekan-ku. Bir sakraganda 5 sakraydi. Tasavvur qiling, qarang, mana uy. Mana kenguru menda turibdi, 0-da turibdi. Deylik, uni do'sti 23 da turibdi. Ayo, birinchi 20 da dey. Necha marta sakraydi? Bir sakraganda 5 ga keladi. Yana bir sakrasa 10 ga keladi. Yana bir sakrasa 15 ga keladi. Bir sakrasa yetib keladi. Demak, necha marta sakrayapti? 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta. Qoida kelar ekan nima? Mana bu masofani bo'lamiz ekan sakrashiga. Bo'ldi, yaxshi, muammo yo'q. Lekin endi ikkinchi muammo shunday bo'ladiki, 23 da bo'lganda nima bo'lardi? Butun bo'lishini olardik-da. 23 da bo'lganda u yana bitta sakrashga majbur bo'lamiz uyga yetish uchun. Ha. Necha marta sakrab bordi? 5 marta sakrab bordi. Endi 23 ni 5 ga bo'lganda butunini olay desam, butuni 4 bo'lib qoladi. Unda nima qilaman? Butunni olib bo'lmasa nima qilishim kerak? Menga 5 chiqish kerak. Yuqoriga qarab yaxlitlash kerak. Ana shunday yaxlab olishimiz kerak, yuqoriga qarab. Ya'ni seyl ishlatib olish kerak. Mana buni. Seylda o'tgan safar aytgan edim, farqi yo'q unga. 2.1 bo'lsa ham 3 qilaveradi-da. 2 dan kattami bo'ldi 3 qilaveradi. Bu 2.9 da ham 3 qiladi, 2.1 da ham 3 qiladi. Farqi yo'q bunga. Demak, seyl qilib olish kerak edi. Shu formulangizga, printga seyl n taqsim 5 deb qo'ysangiz bo'ldi. Lekin kimlardir ishlagan ekan, agar n ni 5 ga bo'lganimda qolmasa, endi 5 ga bo'lib qo'yaveraman deyapti.
Aks holda deyapti. Qoldiq qolsa elsaga yozyapti. Endi 5 ga bo'lganimga +1 qilib qo'yaman. Bunday qilsangiz ham bo'laveradi. Undan mana sel ma'qulroqda. Hozir urinishlarni ko'ramiz. Urinishda shu kimdadir kunduz bir qaragan paytimda kenguru. Mana bu sel bilan qilingan ekan, bu yaxshi mana. X ni kirityapti. X ni 5 ga bo'lgandagi selni olib tashlayapti. Lekin yana kimdir ishlagan. Mana bunday qilib ishlagan mana. A ni 5 ga bo'lganimda qoldiq qolsa, ya'ni 0 ga teng bo'lmasa, 5 ga bo'lib 1 ni qo'shib qo'y, aks holda o'shani o'zi. Keling, ikkita variantni ham tashlab qo'yamiz. Mana bu ikkinchi usul deb yozib qo'yaylik, chaqirish ketmasligi uchun. Mana bu yerga Bizda endi buni ikkinchi usulga qo'yamiz. Qaysi biri sizga ma'qul, tushunarli bo'lsa, shu usulda ishlab ketaverasiz. Endi birinchisi ma'qul-ku. Mayli, tushunsangiz ikkinchi usul ham bo'laveradi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli, rahmat. Keyingi masala. Hashni ko'rayotganda aka, hashni. Shash musobaqa kontestda. Tak. Musobaqa kontest saytida o'tkazilgan musobaqada navbatda kontest enta ishtirok qatnashdi. Kontest tugagach ballarga qarab avtomatik o'rinlarni aniqlaydigan dastur tuzing. Demak, enta ishtirokchi bor. Keyin enta qatorida har bir ishtirokchining ismi va balli beriladi. Kim birinchi o'rinni oldi, kim ikkinchi o'rinni oldi. Shuni qilishimiz kerak ekan. Ballari teng bo'lib qolsa, ular birinchi o'rin bo'lishi kerak ekan. Namunada Imona 54, Javlonbek 84, Oyisha 50, Ismoil 84 degani uchun birinchi Javlonbek kelgani uchun Javlonbekni birinchi o'ringa qo'ydik, keyin Ismoilni qo'ydik. Keyin Imona 54 olgan, Oyisha 50 olgan, demak, mana shu bilan chiqarib qo'ydik. Xo'sh, endi bu masalani analiz qilamiz. Bu masalani yechimi mana bunday ekan. Demak, ishtirokchilar soni endi bu yerda bir qator bo'lib ketgan ekan. Buni ikki qator qilganim yo'qmi ekan? Bir qator tushunasizlarmi? Ikki qatorligini olaymi? Bu bir qatorda massivga chiqib ketish bo'lib qolibdi-da. Bo'ladi. Bo'laveradimi? Bo'lsa tushuntirib ketaman. Bu yerda nima bo'lganini tushuntirib ketaman. Birinchi for beryapti. For i in range deyapti-da, n marta takrorlayapti. Chunki n ta o'yinchi bo'lgani uchun, mana n ta ishtirokchi bo'lgani uchun n marta takrorlab, undan avval bitta bo'sh t degan list ochib olyapti. Bo'sh massiv ochib olyapti. Keyin biz kirityapmiz string bilan, nimanidir kirityapmiz. O'sha string bilan kiritgan narsamizni massivni ichiga massiv qilib so'rayapti. O'zi mana massiv, T massiv bo'lib turibdi, mana katta massiv bo'lib turibdi. Shuning ichiga mana bu yana bitta list bilan so'rayapmiz-da. Ichiga bunday qilib so'rayapti. Bitta listga, misol uchun Otabek deyapti-da. Keyin ham bitta listga 84 deb qo'yapti. Balonni so'rayapti-da. Demak, massivni ichiga massiv solib ketyapmiz. O'sha joyda shunaqa bo'lib ketyapti. Hozir pechetga berganda mana shu tini o'zini ham print qilib ko'rsatib beraman. Endi bu yerda nima qilyapti? 100 dan 0 gacha yuryapmiz. Nega? Kim tushundi? Nimaga 100 dan 0 gacha yuryapmiz? Baldan qosmi? Ana shunday. Eng maksimal baldan yurib kelyapman. Chunki eng maksimal bal birinchi o'rinda oladimi? Shuning uchun 100 dan boshlab pastga qarab ko'rib kelaman. Kim 100 balda oldi deyman. Hech kim yo'q bo'lsa, keyin kim 99 da oldi deyman. Kim 98 da oldi deyman. Mana shunday qilib balni sekin ko'rib kelaman. Kimni bali mana shunga teng bo'ladigan bo'lsa, shuni chiqaraman. Bitta oldim, o'zgaruvchi true degan qiymat oldim. Kerak, farqi yo'q. Endi ichkaridan for mana 100 balni olgan paytda, 100 balni olgan paytda hamma ishtirokchini ko'rib chiqmoqchiman-da. Bittalar. Yana nima qilyapman?
Boya massivga solgan paytimda ikkita massiv bo'ladi dedim, shuning uchun ikkita narsa ko'ryapman. Ikkinchi massiv, misol uchun 0-dagi massivning, deyapman mana 0-dagi massivning birinchi elementini ko'r deyapman. 0-dagining 0-si desam bu nima bo'lib qoladi? Mana bu. 100 bo'lib qoladi. Yo'q, bunda ism bo'ladi. Matom bo'lib qoladi. Matom. Mana bu ism, mana bu bal. Chunki boya nima qildim? Massivni ichiga solayotganda birinchi Otabekni solib, keyin yoniga balini soldim-ku. Mana bu 0-element, mana 1-element bo'lgan bo'ladi-yu, xuddi shunga o'xshatib, mana bu yerda birinchisini balini ko'ryapman-da, kimni bali mana shu olinayotgan x ga teng mana. Agar olayotgan bali kimnikidir 100 balga teng bo'lsa, mana a true degan narsamni false ga aylantiraman. Keyin y-chi o'rin deyman. Y mayda 1 deb olib qo'ygandim-da. Birinchi o'rin deyman. Keyin o'sha bolani ismi va bali qarang. 0-element ismi, 1-element uni bali. Chiqaraman. Keyin bu yerga yozyapman. Agar not a deyapman. A menga false ga aylangan bo'lsa, false ga aylanib bo'lgan bo'lsa, bu degani bitta odam topgan bo'lsa, mana bali x bo'ladigan odam topgan bo'lsa, bu false ga aylangan bo'ladimi? Bu yerga false qo'ysam, u nimaga aylanadi? Not bilan True ga. true ga aylanadi-da, keyin mana y-nimni 2 qiladi. Nima uchun y-ni 2 qilyapman? Bir bo'ladi. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rinda y bilan aniqlaganim uchun endi 2 ga o'tib ketyapman-da. Bo'ldi, shu jarayon davom etib ketadi. Agar qarang, tasavvur qiling, birinchi 100 olgan paytimda hech kim 100 emas, hech kim 100 yo'q. Demak, hech qaysi mana if ga to'g'ri tushmaydimi? Hech qaysi if ga kirmagani uchun oyim true bo'yicha qolib ketadimi? True bo'yicha qolgani uchun bu yerga kelsa, noti bilan false ga aylanadimi? False ga aylangan uchun y-im hech qachon 2 ga aylanmaydi-da. Y-im 1 bo'lib turaveradi. Qachonki bitta birinchi odam topilsa, uni birinchi o'rin deyishim uchun. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin deyishim uchun mana shu narsa qachonki odamni topsa, keyin o'zgaradi. Bo'lmasa o'zgarmaydi, turaveradi. Ana shuncha xizmat qiladi. Bo'ldi, oxirida shunga ketaveradi. Tekshiring. Ya qarangda, bitta bal, masalan 84 ikkita bo'lib qolsa, qanaqa qilib aniqlaydi buni? Kopiya qilib olamiz. Qarang, birinchi o'rinda y-imiz nega 2 ga o'zgarib ketmadi? Shu joyini analiz qilamiz. Nega 84 ni topgan payt Javlonbek topdi? Yaxshi, topdi. Keyin y-imiz 2 ga aylanish kerak edi. Nega aylanmadi? Shu joyini analiz qilamiz. Birinchi 84 keldi 84 gacha keldi, qarang. 84 kelgan paytda mana bu yerda tekshirdi. Javlonbek to'g'ri kelib qoldi 84 balga. Javlonbek 84 ga to'g'ri kelib qolgani uchun o false ga aylanib Javlonbekni chiqardimi? U hali menga o'tmaydi-ku. For tugash kerak-ku. U yana qaytib for ga keladimi? U boya Javlonbekni olgandan keyin yana boshqa odamlardan izlaydi-ku, boshqa odamda yana to'g'ri kelib qoladimi? Shuning uchun doim y 1 bo'lib turaveradi-da. U mana for tugab bo'lgandan keyin bu yoqqa o'tadi. 84 ni olgan paytda jami ishtirokchilarni ko'rib chiqadi u. Bo'ldi. Qolganlarda ham 84 yo'qmi deb. Kim 84 bo'lib qolsa, uni y bilan chiqarib ketaveradi. 84 lar tugagandan keyin u qayt 84 lar tugab bo'lib, hamma o'yinchini ko'rgandan keyin bunga keladi-da, keyin y 2 qiladi. Y 2 qilib keyin mana yoqqa qaytib boradi. Keyin u 83 ga tushadi. Keyin 83 tekshirib chiqadi, shunday batamam. 83 ni hech kim topa olmasa, y ga o'zgarmay turaveradi. 83 hech kim topa olmadi-da. Bu hokazo boradi. Misol uchun bizda 54 bor edi. Mana bu 54 ni oladi. 54 ni olgan paytda kimdir 54 ga teng bo'lib qoladi, bor, haqiqatan unaqa odam topilib qoladi. Unaqa odam topilsa, keyin bunimiz false ga aylanadi-da, o'sha odamni o'rni bilan chiqaramiz. Keyin bitta 54 topgan payt bitta odamdan turib qolmaydi, hammasini ko'rib chiqadi qaytadan.
Hammasini ko'rib chiqadi. Qaytadan Javlonbeklarni ham ko'rib chiqadi. Bu Javlonbeklar ham har safar ko'raveradi, ular 84 olgan bo'lsa ham. Endi nima uchun qayta ishlatyapman? Chunki bizda chegara bor, chegaraga e'tibor qilamiz. Chegaramiz, qarang, odamlar soni 1000 ta. Odamlar soni 1000 ta bo'lsa, balim 100 ta bo'lsa, jami necha marta aylanadi? Ikkalasini ko'paytmasi bo'ladi, to'g'rimi? Bu 1 millionga ham bormaydi-da, bu yerda time limit olmaydi-da. Bemalol shu kodimiz o'tib ketaveradi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Bu qaysi masala edi? Xo'sh. Bu yerda bu masalada hech qanaqa time limitli narsa yo'q, faqat sizdan g'oya so'ralyapti xolos. Qanday qilib topsa bo'ladi? 100 ballik bo'lgani uchun qo'rqmasdan Fordda ishlayvering, hech qachon time limit olmaydi o'zi. 100 ball ko'p. Keyin ishtirokchilar soni 1000 ta deyapti. Ko'p emas. Ishtirokchilar soni 10 ming ta bo'lsa ham mayli edi. Chunki 10 mingni ko'paytirgan taqdirimizda ham bemalol ishlab beradi. Lekin musobaqada hech qachon 10 mingdan ko'p odam qatnashmasa kerak. Agar undan katta bo'lsa, keyin boshqa g'oya o'ylab topsa bo'ladi. Xo'p, u kattaroqlari ham endi chiqadi, endi beraman u masalalarni ham. Hozir bu masalalarni shu oraliq kichkina bo'lgan, faqat algoritmni topsangiz bo'ldi bo'lgan savollarni qo'ydim. Keyingilarda xuddi shunaqa musobaqalarda odamlar ko'p soni bo'lgan ham chiqib keladi. Ularni keyin ko'ramiz. Savol. Jni ko'raylik aka, J. Ka masalani ham ko'raylik keyin. Bo'ldi, jidan keyin qara ekan. Jni ko'ramiz. Test natijasi. Otabek ustoz o'quvchilarning testi haqqoniy bahosini bilish uchun noto'g'ri savollarga jarima belgilashni yaxshi ko'radi. Har bir to'g'ri javobga K ball qo'shilishi hamda noto'g'ri javobga M ball ayirishni tashlashni o'quvchiga eslatib o'tdi. Men o'zimdan kelib chiqib tuzgan ekanman. Men shunaqa yaxshi ko'raman-da, o'quvchilarning test olayotgan paytimda bilgan javobingizni belgilang, bilmaganlaringiz ochiq qolsin deyman-da. Qaysi savol qiyin ekanligini bilayin deyman. Agar xato javob topib qolsam, misol uchun tavakkal qilib yuborgan bo'lsa o'qituvchilar, o'sha xato javob uchun men ball ayirib tashlayman-da. To'g'ri javobga 2 ball qo'shayotgan bo'lsam, xato javobga 3 ball ayirib tashlayman. Shunda o'quvchilarim 0 emas, minusga ham qarab ketib qoladi-da, tavakkal qilsa. Shuning uchun o'quvchilarim tavakkal qilmaydi-da. Nechta ishlasa, shuni belgilaydi. 5 ta ishlasa, 5 tasini belgilaydi, qolgani ochiq qoladi. Chunki men qaysi savollarda qiynaldilaringiz, qaysi savollarni sizga qayta tushuntirishim kerak bilishim uchun tavakkal qilmang deyman. Shunda ham o'quvchilar tavakkal qilib yorgani uchun xatolariga 2-3 marta minus ball bersam, ular keyin boshqa qaytib qilmaydi-da. Shuni masala qilib tuzib yorganman. O'zi menga yoqqanida. 10 ta, demak, birinchi nima beradi? Birinchi jami natural sonlar, savollar soni. Mana 10 ta savol berilar ekan. Demak, bitta to'g'ri savolga 5 ball berar ekan. Jarimasi 6 ball ekan. Jarima qarang ko'proq ekan. Endi 3-qatorda o'quvchi to'plagan ball. O'quvchi 17 ball to'plagan bo'lsa, demak, 17 ball to'plagan bo'lsa, nechta savolga to'g'ri, nechta savolga xato deyapti. Demak, mana 7 ta savolga to'g'ri deyapti. 7 ta savolga to'g'ri javob bergan bo'lsa, 35 ball to'playdi. 3 ta savolga xato deyapti. 3 ta savolga xato bo'lsa, 18 ball olib tashlaymiz. 35 dan 18 olib tashlasak, yana 17 ball kelib chiqadi, to'ppa-to'g'ri. Endi buni siz nima qilishingiz kerak edi? Bu matematikani talab qiladi, bu ozgina matematik misol. Xo'p, deylik mana A bizda o'sha o'quvchiga beradigan ballimiz bo'lsin. O'sha bizda berilayotgan 5. Mana B deylik, bu jarimasi. 6 deb tasavvur qilaylik. Xo'p, demak bizda ya'ni 10 ta savol o'ynalyapti deb tasavvur qilaylik mana. Formula topolsak bo'ldi-da. Ana endi biz mana bu to'g'ri savollarni, mana bu 5 ball oladigan bo'lsa, nechta to'g'ri yechdik bilmaymiz-ku mana. X ta to'g'ri masala yechganman. Har biri 5 balldan bo'lgani uchun bu nima bo'ladi? Bu 5x bo'ladi. Demak, bu to'g'ri yechganlarimning balli. Endi y bu xato yechganlar soni deb tasavvur qiling. Xato yechganlarim bo'lsa, bu 6y bo'ladi. Demak, to'g'ri yechganlarimdan buni olib tashlasak, bizga naraqda berayotgan javobimiz bizda 17 turibdi-ku, ana shu 17 kelib chiqishi kerak. Demak,
Mana har bir savolga x bu men yechgan to'g'ri savollarim. Har birini 5 ga ko'paytirganda hosil bo'lgan sonni y men xato qilganlarim, uni 6 ga ko'paytirgandagi sondan ayirib tashlasam, oxiridagi mening natijam chiqib kelishi kerak. Endi yana bitta narsa yozaman bu yerda. X plus y barobar nechi? 10. 10. Xato bilan to'g'ri bilan xatolarim jami 10 ta chiqish kerak. Bo'ldi, mana shu tenglamalar sistemasini yechishim kerak-da. O tenglamalar sistemasini yechish uchun 5 ga ko'paytirib yuboraman. Endi qarang, nima uchun 5 ga ko'paytiryapman? Doim 5 ga ko'paytirmayman. Mana bu 5 menda nima beriladi? A beriladi-ku. A deb ishlab ketayman umumiy hol uchun. Bu A, bu B. Mana. Hammasini A ga ko'paytirib yuboraman. Tepada AX turibdi, minus BY turibdi, barobar 17 turibdi, muammo yo'q. A ga ko'paytirib yuborsam AX plus AY barobar 10A degan narsa kelib chiqadi. Endi ayirib yuborsam, bundan buni ayirib yuborsam, ana endi bu AX'lar ketib qoladi-da, AY minus BY bo'ladi. Barobar endi 10, 17 larni ham qo'ymashim kerak-da, buni o'rniga ham qandaydir sonlar turibdi-ku. Bo'pti, hozir son bo'lib turaversin, menga eng kerak joyi shu. 10A dan ayiraman 17 ni bo'ladi. Bunda muammo yo'q. Mana ikkalasi AY qo'shilgan BY bo'ladi. Bu taraf 10A ayrilgan 17 turib turadi. Y umumiy mahrajdan chiqib qavsdan tashqari chiqib ketib qolsa 10A minus 17 bo'ladi. Y topmoqchi bo'lsam 10A minus 17 taqsim A plus B. Mana eng asosiy menga kerak bo'ladigan formula mana bu kelib chiqdi. Xato savollar sonimni topish uchun menga berilgan mana bu savollar soni 10 savollar soni endi savollar sonini mana ayim to'g'ri savollarim, to'g'rimi? A deganim to'g'ri yechganlarim edi. Shuni ayirib tashlayman. Menda to'plagan balim edi mana bu. 17 to'plagan balim. Va uni bo'laman A plus B ga. Ya'ni boya 5 bilan 6 berilyapti-ku. A bilan B ning o'rniga. Mana shu formula ekan. Shuni bo'lgan paytimda nima chiqish kerak? Y nima chiqish kerak? Noto'g'ri savollardan o'sa? Yo'q. Shu chiqqan natijani ishlagan payt mana hammasi berilgan. Qarang, A ham beriladi, B ham beriladi, A ham B ham beriladi. Mayda 17 ning o'rniga, mana 17 ning o'rniga u ham hammasi berilgan. Qarang, deyarli hammasi berilgan bu yerda. Mana bu tomonda hammasi berilgan. 10A minus 17 degan joyda mana A berilsa, B berilsa, bu tomon ishlasa bo'ladimi? Ishlagan narsam nima chiqish kerak? Butun son chiqish kerak, Butun son chiqish kerak. Chunki Y-im xato savollarim. Bu misol 1.5 chiqish mumkin emas. 1.5 ta savol xato qilding deya olmaydi-ku, yoki 1.2 chiqish mumkin emas. Butun chiqish kerak. Shuni hisoblayman. Agar mana shuni hisoblagan paytimda qiymatim butun chiqsa, unda uning javobi bor. Bo'lmasam -1 deyman. Unaqa mumkin emas. Mana shu g'oya, demak shu g'oyani demak hozir shunaqa g'oya yozing. Mana o'sha g'oya. Olamiz. Mana boya aytgan Y topayotgan joyim mana shu. AN qo'shil ayrilgan. Ayrilgan J taqsim A plus B deyapman. Bular A bilan B mana bu meni qaydi mana bu mukofot balim, mana bu jarima balim. Mana N esa bu nechta o'quvchiniki ekanligi. Mana J esa to'plagan bali 17 da bu. Bo'ldi, mana shu formula shu turibdi. Shu formulani yozaman. Shu formulani hisoblab chiqqandan keyin butunni topish uchun mana is integer degan bugun yana bitta narsa bor. Shuni ham o'rganib ketsak bo'ladi. Kecha sonimiz butunmi, butun emasmi qanday aniqlagan edik? Mana hosil bo'lgan Y butun sonmi yo butun son emasmi qanday topgan edik?
integerga tenglashtiribdi buni. Xo'p, bu yerda kodlarga ishlar yo'q bu. Demak nima qilgandim? O'sha i'im teng bo'lsa, Integerga. shunday bo'lsa deydi. Shunday yozsangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. Yoki bizda tayyor kod bor ekan, is integer degan mana. Xuddi kecha is digit is alpha dedik-ku, xuddi shunday is integer degan kodimiz ham bor ekan. Mana bugun sizga bitta mana shu yangilik bo'ladi. Butun tekshirmoqchi bo'lsangiz is integer deb ketaversangiz ham bo'lar ekan. Is integer desangiz mana bu yerimiz yo true chiqadi, yo false chiqadi-da. True chiqsa, pastga tushib, mana int ishlab ketaverasiz. False chiqsa, unga teginmaysiz unda. Mana bu yoqqa o'tib, elsaga o'tib ketib qoladi unda. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Faqat qog'ozda ozgina tenglamalar sistemasini ishlab, mana shu joyini topib olishingiz kerak edi, xolos. Xo'sh, bu masala qaysi masala edi? Masala ekan. Endi parolga ko'ramiz ekan. Tak, bu masala nima ekan? Aylanib qoldim. Tak, sizga S satrli parol beriladi. Sizni qilishingiz kerak bo'lgan narsa parol shartlarga to'g'ri kelsa yes, aks holda no deysiz. Shartimiz parol 6 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Parol kamida bitta harf va kichik, bitta katta va bitta kichik harf bo'lishi kerak. Parol raqamlar eng kamida bitta ishlatilishi kerak, demak raqam ham bo'lishi kerak. Parol raqam bilan boshlanmasligi kerak, demak boshi raqam bo'lmasligi kerak ekan. Va mana bu belgilardan kamida bittasi qatnashishi kerak ekan. Kopiya qilish uchun qilib qo'ydim deyapman. Tayyor kopiya qilib olish uchun oson qilib qo'yganman deyapman. Qayta yozib bermaslik uchun massivga solib qo'yganman. Bo'ldi, qiyin emas ekan bu. Mana shu 5 ta shartni tekshirasiz, bo'ldi. Birinchi Lenin o'lchangiz 6 tami? Ha, 6 ta bo'lsa keyingi o'tasiz, if o'tasiz. Unda katta harf bormi deysiz? Katta harf bo'ladigan bo'lsa, keyin kichik harf tekshirasiz. Kichik harf bormi? U ham bo'lsa, keyingi 3-chisiga o'tasiz. Keyin bu yerda raqam bormi deb qidirasiz. Agar raqami bo'lsa, 4-chisiga o'tasiz. Keyin boshi eng birinchisi raqam emasmi? Shuni ko'rasiz. Keyin 5 ga o'tib mana bu ham belgilarimiz bormi deysiz. Hamma shartni qanoatlantirsa, demak yes, haqiqatan shunaqa parol mumkin deysiz. Agar shartimizni birortasi qanoatlantirmasa, o'sha yerda to'xtatishingiz kerak, no deb. Xo'sh, mana bu yerda buni olib hozir analiz qilamiz. Hop, demak, birinchi kirish joyimiz mana parolni kiriting deyapmiz. Parolni kiritadi. Keyin parolni tekshirish degan funksiyaga tepaga ketadi. Ketdik tepaga. Tepada boya ko'chirib oling degan joyda mana tashab qo'yganman D ga. Mana birinchi shart tekshiryapman. Agar uning uzunligi 6 dan kichkina bo'lib qolsa, return no dedim. No degan nima uchun funksiyaga tashlaganimni sezdingizmi? Nega bes funksiya qilmadim? Nega funksiya qilib ketdim? Funksiyaning yaxshi tarafi shundan iboratki, returnni ko'rsa shu yerda to'xtaydi, pastga o'tib o'tirmaydi. Xuddi funksiya kiritmasangiz exitga o'xshagan narsa. Bo'ldi, dastur to'xtat, pastga o'tma, kerak emas pasti deganday gap. Funksiyada returnga tushib qolsa, returndan mana shuni chop etadi-da ekranga. Qolganiga o'tmaydi, kerak emas deb turib oladi. Shuning uchun funksiya qildik, yaxshiroq bo'ladi. Bo'ldi, mana shartni ko'radi. Agar bu shart qanoatlantirsa, u 6 tadan ko'p bo'lsa, 7 tami, 10 tam bo'lsa, unda keyin bu yoqqa o'tadi. Mana katta harf bilan kichik harfni false ga aylantirib turibman hozircha. Mana raqamlarni ham false ga aylantirib oldim. Hammasi hozircha yolg'on dedim-da, tekshirayotganimda qaysi topsam true ga aylantirib ketaveraman. Mana ketdim. Parolni bitta harfni olyapman. O'sha olayotgan harfimni, birinchi olgan harfim is super. Nima degani is super?
is upperda Ha, is upperimiz demak bu upperimiz katta edi-ku. Demak, Ha. o'sha qidirayotgan harfim, i harfim katta harfmi deyman. Katta harf bo'lib qolsa, ana true'ga aylantiraman. Boshida katta harflarim false edi-ku. Agar mana shu if shartiga tushib qolsa, katta harf topib qo'ysa, demak true'ga aylanib oladi. Ichida katta harf juda ko'p bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Birinchi kelganini o'sha true'ga aylantirdimi, qolgani kelsa ham yana true'ga aylanaveradi, menga qizig'i yo'q. O'sha bitta true'ga aylanib bo'lgan. Bo'ldi deymiz. Keyin pastda agar u is lower bo'lsa, ya'ni kichigi bo'lsa, kichikni ham true qilib olamiz. Keyin yo'q, agar is digit bo'lsa, yana true qilib olamiz. Agar yo'q, d ni ichida bo'lsa deymiz. Uni ham qilib olamiz. D deb o'mayga olib oldik mana shu ichida. Demak, qarang, hammasini mana shu tekshirib ketdik. Qaroldi hammasini tekshirib bo'lib, oxirida yana bir tekshirib olaman. O'sha hammasi balkim true bo'lib chiqib kelgan bo'lishi mumkin. Aytaman, mana bu yerda nima deyapti qarang. Not deyapman. Katta harfim not bo'lsa. Katta harfim true ga aylangan edi. O'zi misol uchun bor deb tasavvur qiling, true. Not bo'lgan uchun bu false ga aylanib qoladi. Yoki kichik harfim not bo'lsa, yoki raqamim not bo'lsa, yoki belgim not bo'lsa, return no deyapman. ustoz shu yerda end qo'ysangiz bo'lmasmidi? Or qo'ygansiz-ku. Ha. Endi end qo'ysak, unda hammasi bajarilishga majbur bo'lib qoladi-da. Menga birortasi bajarilmasa ham bo'laveradi. No deyveraman-da. Agar end qo'ysak nima bo'lish kerak? Hammasi bajarilishi kerak. Menga hammasi bajarilishi shart emas-da. Qaysidir bittasi shartga tushmasa ham no qo'yaraman. Shuning uchun or qo'yamiz. Menga hamma shart bo'lishi shart emas. Tasavvur qiling, yoki birorta kichik harf topilmay qoldi mana. Kichik harf umuman topilmadi. Bu false bo'yicha qolib ketdi. Mana or hammasini nimaga aylantiradi? Agar hammasi true bo'lgan bo'lsa, buni false ga aylantiradi dedimmi? False bo'lsa, if false bo'lsa bu nima deydi? Ichiga kiradimi, yo'qmi? Yo'q, kirmaydi. No ga kirmay o'tib ketib qoladi-da. Agar shulardan birortasi false bo'lib qolib ketgan bo'lsa, qaysidir bittasi false bo'lib qolib ketgan bo'lsa, hammasi mana misol uchun mana katta harfim false bo'lib qolgan bo'lsa, bu false bo'lgani uchun not nima qiladi uni? True ga aylantirib oladimi? Agar if true bo'lgani uchun u nima bo'ladi? Bir bo'lib ketadi-da, return bo'lmay ketadi. Returnga kiradi. Yo'q, bir bo'lib qoladi-ku, returnga kiradimi? Ha? True degan rost-ku. Ha, bo'ldi. If 1 degan true ga kiradi ichkariga. Ha, bo'ldi. Agar end qo'yganimda bittasi true bo'lsa ham, qolgani uni 0 qilib yuborardi-da. End bo'lsa. Shuning uchun end mumkin emas. Shuning uchun end mumkin emas. Tushundingizmi, nima uchun end qo'yilmagandi? Demak, menga qaysidir birortasi bajarilmay qolsa bo'ldi, farqi yo'q. O qaysidir bittasi true bo'lmasdan false bo'lib qolib ketgan bo'lsa, bo'ldi, mana shu returnga kirib keladi. Lekin hammasi true bo'lsa, unda bu yerga kirmaydi. Chunki hammasi true edi. Mana notlar uni false ga aylantiradi. Notlar false ga aylantiradi. Keyin if'im false ga aylangani uchun bu returnga kirmay, keyingisiga o'tib ketadi. Mana yoqqa o'tib ketadi. Endi bu yerda oxirgi shart tekshirishim kerak. Qanaqa shart tekshirishim kerak edi? Ana belgilar bo'lish kerak edi ichida, bittasi bo'lsa ham. Ha, ana endi keyin va undan tashqari mana bu shartim ham bor. Boshi son. Parolning eng 0-elementi son bo'lishi mumkin emas edi. Raqam bo'lib qolsa ham no'ga tushiraman. Mana bu esa belgilar. Mana for bilan hammasini parollarni bitta-bitta o'qiyapman. Keyin u yerda raqam bormi deb qidiryapman. Raqam bo'ladigan bo'lsa, true ga aylanadimi? True bo'lib qoladi. Raqam bor. True ga aylangancha mana not uni nima qiladi? False ga aylantiradi. False bo'lgancha bu yoqqa kirmaydi. Agar birorta raqam topa olmasak, ichkaridan birorta raqam topa olmasak, unda bu false ga aylanardi. Lekin mana not uni true ga aylantiradi. Keyin mana returnga kirib no chiqib ketadi.
Bo'ldi, mana boshni ham tekshirdik. Qarasak hech bunga ham kirmadi, pastga tushib kelyaptimi? Retroni yes deb chiqarib yuboradi. Agar retroni yesgacha yetib kela olmasa, qaysidir bitta shart tepada bajarilmay qolsa, bo'ldi, o'sha joyda retron 0 deb yuboradi. Endi siz funksiyadan foydalangingiz kelmayotgan bo'lsa, shu funksiyani o'rniga mana bu narsani eng birinchiga yozasizda, mana yoqqa birinchiga yozasizda, mana o'rniga yozasizda, mana shuni o'rniga yozasizda, hammasini yozib, faqat retronni o'rniga nima deb ketar ekansiz? Exit no deb ketasiz. Bo'ldi, shunday qilsangiz ham bo'laveradi. Bu ham o'tib ketaveradi. Mana uni o'rniga ham, buni o'rniga ham exit no deb yozib ketasiz. Chiqib ket, chiqishingdan avval no degan yozuv chiqarib ket deb ketaverasiz. Shunday ham bo'laveradi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Rahmat. Bu masalamiz K masala ekan. Keyingi savol. Agar masalani ko'rishga uspet qilmagan bo'lsangiz, ulgurmagan bo'lsangiz, unda uni bermang, uni yana qaytadan ochib qo'yaveraman, yechaverasizlar. Urinib, lekin topolmagan bo'lsangiz, unda bering. Lekin hali ulgurmagan bo'lsangiz, vaqtingiz bo'lmagan bo'lsa, bemalol qolaversin ertaga. Mana shu savolda ham men anavni tahlil ko'raychi, kodni. Paroldiginimi? Ha. Tak, parolimiz ochamiz. Parolni urinishlar. Parol masalasi. Tak, Jaloliddin olamiz. Tak, demak, o'sha mana belgilar to'g'ri yozib olgan bo'lsangiz, shu belgilar. Yaxshi, belgilar bor deb yoziladi. Demak, agar uzunligi s ning mana bizga kiritilgan uzunlik s ligi 6 dan kichkina bo'lsa, no dedingiz, to'g'ri. Agar o'sha s ning bosh raqam bo'lsa, yana no dedingiz, to'g'ri. Agar o'qiyapmiz, sana bitta s is super bo'lsa, not bo'lsa, no dedingiz, not topilmasa. Ya, nega? Nega not dedik? Bu yerda katta qarib qidiryapsiz, to'g'rimi? Ha. Birorta katta qarib topmasa, mana bu yerda nima chiqib keladi? Ha, false. Fails chiqib keladimi? Demak, topolmadi. Topolmagan uchun fails chiqib keladi, notimiz uni true ga aylantiradi. Topilmagan uchun kirib kelar ekan true ga. Kirar ekan, to'g'ri. Fails chiqish kerak, fails not true ga aylantiradi. Topolmadi. Agar topsa true bo'ladi, u fails ga aylantirmaydi. Yaxshi. Keyingisi, bu ham xuddi shunday, bu ham kiradi bunga. Bu ham xuddi shunday, sonni qidiradi. Bu yerda nimani qidiryapsiz? Force ins. Nima edi? Set, tepadagi. Nimaga set qilib yubordingiz uni? Mana uni. Qaramay ketgan ekan boya. Bu mana set shart emas. Nega set qildingiz? Shuni o'rda apostrofga solib ketaversangiz bo'lardi-ku. Yozganimda qolib ketgan. Bo'laveradi set. Agar 2 marta ishtirok etganda yo'qib ketardi. Siz nima qilyapsiz? O'sha S ni bittalab o'qityapsiz. Katta harfda o'qityapsiz, ha. O'sha keyin s ins. Xatoyingizni qarang. Mana bu ham s, mana bu ham s qilib qo'yibsiz-ku. Tushundingizmi? Mana shuni i'mi bir nima deyishingiz kerak edi. S bir paytda ham siz yozgan parolning birorta belgisi ham mana bular bo'lmaydi-ku.
Shu yerda adashib ketibsiz. Hozir mana shu kodingizni mana shu harfga o'zgartirib tashlaymiz. For i in s deymiz. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, C. Parol joyiga o'tamiz. Sizni parolingizni tashlaymiz. Faqat mana buni o'zgartiramiz. Agar mana shu i in s o'qiymiz. In s'ni ichida bo'lsa notga noti bor bo'ldi. Jo'natishni o'qiramiz. Completion error qayerda? Completion berib qoldi. Boyagi tepadagi setni o'chirish kerak emasmi? Yo'q, bu bundan emas. Hozir bu yoqqa o'taylik. Mana bu yoqqa berib yuboraylik kodingizni. Completion error bu aytadi for i in s agar i in s bo'lsa salom deylik. Salomdan no chiqib keldi. Completion error bermadi kanal. No chiqadigan variant to'g'rilik. Tayyor. Ishlayapti, nega completion error berib qoldi? Chiqyapti completion error berilmagan, adashib qoldi completion error berib. Mana shu kodimiz boshdan shudan kerak. Qandaydir noto'g'ri kopiya qilganmizmi? Yo'q, cheklov bormi? Voy, cheklov bor. Invalid. Mana unaqa mana ikkita ishlatib qo'ygan ekan-ku mana. Shuni ana qilaylik. Qo'shtirnoq ishlatik. Qo'shtirnoq ishlatganimiz yaxshiroq edi. Qavs kerak emas. Yana beryaptimi? Completion error qayerda beryapti? Mana ichidagini beryapti ekan, ha, mana bu yerda. Mana bu ochilgan, yopilgan joyda beryapti. Oldiga mana ham qo'yib ketsan deyapti. Qiya tayoqchani beryapti bizga, qiya tayoqchani. Mana bu qiya tayoqcha ko'pincha nimaga ishlatilardi? Backslash qilishga. Biz o'sha misol uchun bunday qilib endib ketardik-ku. En yozib ketardik, qo'yib berib yozib bo'lmaydi. Keyin so'z ana figurali qavs bilan ana qavs ham bo'lib qolgan. Bularni hammasini massivga solib olganimiz yaxshiroq edi, tinchgina mendan kopiya qilib olganimiz yaxshiroq edi. Shuning uchun mana kopiya qilishingizga oson qilib qo'ygan edim. Tinchgina shunday massiv qilib kopirovat qilib mana shu yerga shunday tashlab qo'yursangiz bo'ldi. Mana kopiya qilib har birini qiynalmang deb. Uringan berdi birinchisida. Hozir bu kodimizni bu yoqqa tashlab qo'ydik. Analiz qilamiz nimasini xato berdi. Mana yes chiqish kerak ekan bu kodimiz. Yes chiqdi-ku. Katta harflarda bo'lib qolgan aka, katta harflarda. Yesimiz kichkinamidi? Ha. Bu no'miz ham kichkina bo'ladi-da. Bo'ldi. Shunaqa joy ekan, mana bu joylari bor ekan. Qaramabsiz. Mana shu arzimagan xato ham yerda bizni sal qiynab qo'yadi. Shu yerga e'tibor qilishimiz kerak. Chiqish qanday, kirish qanday. Mana escape berdi kodingiz. Mana sizni ham kodingizni tashlab qo'yamiz shu yerga. Mana. Shu katta harfni katta harfni yes yozib ketib qolibsiz-da. Keyin boyagi joyda ikkita s qilib qo'ygansiz. Eng oxirida forda. Keyingisi.
Bormi yo bo'ldimi bugunga? Tugadimi shu yergacha ko'rlaringizmi? Ustoz, bir ikkita masalaga hali ko'rolmadim shunga. Yani shu ko'rolmagan bo'lsangiz qolsin demoqchiman-da. Bir Ha, urining. shu. Bo'lmasa ertadan vaqtimiz bor. Endi ja bo'lsa orasiga oxiriga qo'shib ketaveraman-da. Mayli, uni shunday qilsangiz yaxshi. Ha, misol uchun hozir menda K gacha so'radilaringiz, mana ikkitasi qolib ketdi L bilan M misol uchun. Balkim siz tepada E'larni ko'rmagandirsiz. Orqasiga nima mayli, bugun 10 ta qo'shib qo'yaman. Endi aytmoqchi edim ko'ring. M ya agar ko'rgan bo'lib ishlolmagan bo'lsangiz beravering, hech narsa qilmaydi. Shaxmatdagi holat. Ismoil shaxmat o'ynashni o'rganyapti. U qaysi katakda qaysi figura turishini eslay olmayapti. Bunga siz yordam berishingiz kerak. Shaxmatda figura nomi shoh, farzand, ruh. Ha, shaxmat shunday boshda taxlagan paytimizda berilar ekanda bizga. O'ynayotgan payti emas. Birinchi taxlash. Birinchi taxlashni bilmaydiganda. Mana H8 da nima turadi desa, qora ruh turyapti. H1 da esa oq ruh turyapti. Demak, H8 desa, u tepa taraf bo'ladimi? Tepada qoralar ekan, H1 bo'lsa pastda oq ruhlar ekan. Bo'ldi, bizga mana shunaqa qiymat beriladi. Shaxmat o'yini boshida holat berilgan bo'ladi. Yozib qo'yibdi uzoqqa ham. Eng boshidagi holat deyapti, yurilgan emas. Demak, shaxmatni ko'z oldingizga keltirasiz. Misol uchun H2 da nima turadi? Ot turadi. Piyoda turadi, piyoda. Piyoda turadi. Ikkinchi qatorda faqat piyodalar turadi. Birinchi qatorda o'sha katta figuralarimiz turadi. Ikkinchi qatorda hammasi piyoda bo'lishi kerak. Yoki tepa tarafda H7 da nima turadi? Otabek aka, mana shunga bitta yo'nalish bering-da, bolalar sekin o'zi ko'rsin. Zo'r ekan. Buni ishlab bermoqchi emasman, faqat tushuntirmoqchiman xolos. H7 da nima bo'ladi? Piyoda bo'ladi. Piyodalar bo'ladi bitta. Piyoda bo'ladi. Faqat endi qarang, qora piyodami, oq piyodami? Shuni topishingiz kerak. Ha. Demak, sizniki 1 bilan 2 da bo'lsa, oqlari bo'lar ekan, 7 bilan 8 da bo'lsa, Qoralar bo'ladi. qoralar bo'lar ekan. Faqat endi ruh, fil, shohlarda joyini topib olsangiz bo'ldi. Bu masalani demak o'ziga qoldiraman. Tushunarli bo'ldi? Tushunarli siz. O'yin o'ynalayotganda holat emas, boshida terilgan holat turibdi. O'sha yerda topishingiz kerak. Bu qiyin masala emas, ozgina o'ylasangiz chiqib keladi. Ustoz, shu 10-testda nima bor? Menda o'tmay qoldi 10-testda. 10-testimi? Hozir ko'rib beraman. Ana shu test so'rasangiz, testni ham ko'rib beraveraman mayli. Hozir 10-test. Shaxmatlar holatni o'tamiz. Uni testlar holatiga o'tamiz. Olamiz. 10-testda 10-tezda shu yo farzin yoki shohni so'raganda E8 turibdi ekan. E8 da nima bo'ladi? qora shoh turadi dedi. E8. E8 da ruh turmaydimi? Demak, 8 demak tepada, u qoradaligi aniq. E'ni topish kerak. A, B, S, D, E. Ana shu sal nima ekanda, shuni yozib ketish kerakmi? Mana D-da farzin turadi, Y-da shoh turadi debdi. Yo'q, endi uni shaxmatni o'zi bilib olsin o'quvchilar deganmiz-da. Shaxmat doskasini ko'z oldiga keltirib, juda topolmasa shaxmatdan izlatib olsa bo'ladi, Googledan chiqib keladi ramkasi. Shunaqa qilib topdim men. Rasmini topib, Men ham shuni qildim. Shu hozir o'tdi-da, shoh bilan farzand almashib qolgan ekan. ana shu shunday. Y-da shohida, menimcha, Y-da shohida. Eda qora shoh chiqib kelish kerak edi. Ha, o'sha. Qora shoh chiqish kerak, sizda menimcha qora farzand bo'lib qolgan. Ha, shunaqa bo'lib qolibdi. Menda ham shunaqa bo'ldi. Ana shu ikkalasini almashtirdim, o'tdi, ko'rdim. Ya, shunday. Xo'sh, yana bo'lsa beringizlar. Ko'rganlaringiz bo'lsa beraveringizlar, siz yoqmaydi. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, bo'lsa bir takror o'z ertadan yana bir urinib ko'radi. Ana kodiga, tayyor kodiga qaramasdan. Ya hozir
shu olimpiadadan tashqari bo'lgan masalalarni ham bersak bo'ladimi? Aytdim-ku, farqi yo'q, o'zingiz ishlayapsiz. Misol bu meni masalalarimga kuchingiz yetmadi. Ko'rdingiz, misol uchun 8 soat ishladingizda, qoldi kuchingizni tashladingizda, bosh masalalardan ko'ryapsiz. Misol uchun boya aytganimdek, mana bu masalalardan ko'rayotgandirsiz mana. Ha, Bu menga shular. ham takror bo'ladi-da. Men ham esimdan chiqib ketgandir, ancha paytdan beri ishlamay qo'yganman. Yoki o'zingiz qayerdandir bir topib olgan masalangiz bordir. Ko'raylik, kuchimiz yetsa hozir ko'ramiz, kuchimiz yetmasa ertanga javobini topib kelamiz. U menga ham yaxshi bo'ladi u. Hali Rabakan testda misol uchun to'g'risi men hozir bir ikkita o'quvchilarimdan qolib ketganman. Boshida o'sha o'quvchilarim mendan o'rgangan bo'lsa, hozir bizda vaqtimiz ko'p bo'lmaydi, ularda vaqt ko'p o'tib ketgan. Ora-orada ulardan so'rayman, mana bu qanday bo'lardi deb. Beraveringlar savol bo'lsa. Linki bo'lsa linkini tashlang guruhga, mana bu masalani ko'ring deb linkga kiramiz, ko'ramiz yoki rasmini tashlang. Muhimi qo'shimcha shug'ullanavering. Hozir siz bilmay tashlasangiz, balkim boshqani tengqurlaringiz bilib qolar, tayyorlanayotgan. Ulardan chiqib qolar bir ideya. Mayli, masalani yecha olmasak ham bir ideya olsak, o'sha ideya bo'yicha tuzib ko'ramiz ekan kodni. Xuddi mana hozir shaxmatni yechib bermadim, ideya berdim qanday topishdi. Erta xudo xolasa buni menimcha ham yechib tashlaydi endi. Eng kichik son chiqdimi aytganda, u yerdan bitta nozik joyi bor edi. Uch kishi chiqdi. Eng nozik joyi 100 degan raqam bor edi. Birinchi 0 bo'lsa, A bir ham 0 bo'lsa, shunday ketadi, aks holda shunday ketadi. Ha, shu joyini sezib turgan shu. Ikkita 0 bo'lib qolishi ham mumkin. Bo'ladi. Qani bormi, savolingiz bering. Kimdir hozir savolim bor degandek qildik. Qidiryapsizmi? Ko'paytma degan savol 15% boshda turibdi. Mana ko'paytmami? Ha, o'sha. Xo'p, demak, bizga shartlarni qanoatlantirish x juftlar sonini aniqlang. Demak, x bilan y butun son bo'lish kerak deyapti. X y dan kichkina yoki teng bo'lish kerak deyapti va ikkalasini ko'paytmasi z ga teng bo'lish kerak deyapti. Kirishda bizga bitta z berilar ekan. Agar bunday juftliklar cheksiz bo'lsa, -1 chiqaring deyapti. Mana -2 beryapti. -2 da 2 chiqyapti. Ko'paytmasi -2 chiqadigan sonlar qaysi sonlar? 1 bilan -2. 1 bilan Yoki -2 yoki teskari. Shuning uchun ham javob ikkita chiqyapti. 1 bilan -2 bu birinchi variant. 2 bilan -1 bu ikkinchi variant. Ha. Demak, ikkita sonning ko'paytmasi z ga teng bo'lishi kerak. Va lekin mana bu shart ham esdan chiqib ketish kerak emas. X kichkina yoki teng y deganimiz. Mana shuni yozaylik. Hozir z ga -2 bersak, biz aytayapmiz -1 bilan 2 ni ko'paytmasi chiqib keladi deyapmiz. Mayli, rahmat. Yoki aytayapmiz 1 bilan -2 ni ko'paytmasi chiqib kelish kerak deyapmiz. Mayli, rahmat. Lekin bizda mana bu shartimiz bu. -1 bilan 2 bo'ladi, chunki kichik yoki teng degan ana bor-ku shartlar bor. Chunki mana buni javobi -2 chiqqani bilan mana bu shartga tushmaydi. Demak, bu variantni olmaymiz. Bu variantni oladigan bo'lsak, bor yo'g'i bitta usul bo'lib qoldik bizda, lekin javobimiz 2 ku. Ikkinchisi qaysi bilan qaysi bo'ladi?
Bitta bo'lib qoldi hozir bizda mana shu. -1 bilan 1 bitta. Ikkinchisi qaysi? -2 ga 1 bo'ladimi? Shu -2 ga 1 bo'ladi, shundaymi? Ana shuni olsak bo'ladi. Bu paya bizning shartimiz qanoatlantiradi. Shunda -2 bu tarafda turish kerak emasda, bu tarafda bo'lish kerak. Ana bunday qilsak, bu shartimiz qanoatlantiradi. Bu ham bitta, jami ikkita. Xo'sh, keling endi buni soddaroq kodimiz bormikan yo shuni ishlaganmizmikan? Mana buni soddaroq ekan, shunisini olaylik. Nargidan ko'ra mana shunisi. Xo'sh, analiz qilamiz. Tak, matematik kutubxonani chaqirib olyapmiz, kerak bo'lib qoladi deb keyin ildiz uchun, mana buning uchun. Xo'p, o'sha sonni kiritdik, o'sha biz z izlayotgan zimiz. Agar o'sha n 0 bo'lsa, u -1 deymiz. Bu cheksizlik holati mana shu. Ko'paytmasi 0 bo'ladigan son desa ko'pda, unaqa to'g'rimi? -1 bilan 0, -2 bilan 0, -3 bilan 0, hammasini ko'paytmasi 0 chiqaveradi-da. Shuning uchun uni -1 ga tashlab yubordik. Cheksiz holat, unaqa ko'p. Ko'paytmasi 0 chiqadigan son ko'p. Bo'ldi. Demak, bu variantni ko'rib oldik. Endi aks holda, demak, u 0 emas. Unda manfiy bo'lsa-chi deyapti. Hozir bizga aytgan -2. Manfiy bo'lsa, uni musbatga aylantirib olamiz. Bizga ishlashimizga musbat osonroq, uni musbatga aylantirib olamiz va o'sha sonni ildizigacha yuramiz. Har doim biz ildizigacha yuramiz. Shu yaxshiroq bo'ladi bizga savol topishimiz uchun. Hop. Va uni ildizdan chiqarib intlab oldik va uni kvadratga ko'tardik. Bu nimani anglatyapti? O'sha songa tengmi deyapti. Ya'ni Demak, bizda sonimiz ildizdan chiqadigan sonmi? 9, 16, 25 shunaqa sonmi? Shuni aniqlab olyapman. Agar shunaqa son bo'ladigan bo'lsa, k-1 deyapman. Keyin men ifga kirib olib, k-ni -1 ga aylantirdimmi? Bo'ldi. Agar shunaqa son bo'lsa, -1 ga aylanadi. Agar bunaqa son bo'lmasa, misol uchun deylik 18 lar berilgan bo'lsa, demak kamiz -1 ga aylanmaydi, prosta manfiy bu yoqqa kirdi. Endi -18 bo'lgan uchun +18 ga aylantirdi. Lekin mana bunga o'tmadi. Asta forga tushib qo'yaradi, mana yoqqa tushib qo'yaradi. k-1 emas hozircha. Endi xuddi shunday boyagiday ildizigacha takrorlatamiz. Biz buni topayotgan sonimizni 18 bergan bo'lsak, 18 ildizigacha takrorlatamizda. U n ga bo'linsa, ikkita ikkita olib ketaveramiz. Xuddi bu nimaga o'xshar ekan? N besga o'xshar ekan. Kecha aytdim-ku. 1 ga bo'linsa 18 bormi? 2 ga bo'linsa 9 bormi? 3 ga bo'linsa 6 bormi? Olib ketaveradi-da. Mana 1 bilan 18, 2 bilan 9, 3 bilan 6 deganda ikkita ikkita olib ketaveradi. Keyin k-dan 1 ni ayirib tashlaganda ham tushundingizmi? Kecha nima qildim? Xuddi n bes topgan paytda agar bu ildizdan chiqadigan bo'lsa, bitta ayirib qo'yamiz degandik. Nega? Chunki 4 ko'paytirilgan 4 demaymiz-ku. Yoki 5 ko'paytirilgan 5 demaymiz-ku. Bizga ikki xil son bo'lish kerak. Ya'ni x, y degan son bo'lish kerak. Shuning uchun biz mana ildizli sonlar chiqib qolsa, bitta ayirib tashlayapmiz k-dan. Mana shu k-dan ayirib tashlayotganimiz nimaligini tushundingizmi endi? Agar ildizdan chiqmaydigan son bo'lsa, pramo ikkita ikkita olib ketyapmiz. Nega? Chunki 1 bilan 18 ni olaman, 1 bilan 18 qanoatlantiradi. Mana bu x, mana bu y bir-biriga o'xshamaydi. Olib ketaveraman. Lekin boya aytganimdek 4 bilan 4 bo'lib qolsa, bu x bo'lib qoladi, y bo'lmay qoladi. Shuni hisobiga agar u ildizdan chiqadigan son bo'lsa, deyapman, ildizdan chiqadigan son bo'lsa, k-ni mayda ikkita olasan-ku, o'sha paytda bittasini olmay ket deymiz. O'sha 4 degan variant bizga kerak emas, tashlab ket deymiz. Bo'ldi.
o'zi bu nimani masalasi ekan? Kim sezdi nimani masalasi ekan? O'sha n base formulasi ekan. Natural bo'lishlar sonini topyapmiz. Mana shu n sonini manfiy bo'lsa musbatga aylantirib olib, agar musbat bo'lsa bu if ishlab o'tirmaydi. Yo'qqa tushib ketadi. Promoy bunga o'tmasdan mana o'tib ketadi. Chunki manfiy sonni -18 ni natural bo'luvchi sonni topa olmaymiz, shuning uchun musbat qilib olib, mana -18 dan ildiz chiqara olmaymiz-da, mana ildiz bor. Shuning uchun musbat qilib olamiz. Agar o'zi musbat bo'lsa, promoy shu yerga yetib kelaveramiz. Bo'ldi, mana shu ekan. Buni ham tashlab qo'yamiz mayli. Faqat bitta sharti, NBS dan bitta sharti cheksiz holati bor. Shu holatni ko'rib ketganmiz. Mana bu holat eng kerak holat. N 0 bo'lib qolsa, unda uni qiymati juda ham ko'p deb ketamiz. Qolgan holatlarda nimadir chiqib keladi. Qolgan holatda nimadir chiqib keladi, lekin bitta 0 holatda xohlagancha chiqib keladi. Bormi yana savol? Ustozgacha shu 90lar yig'indisi 5 ning qancha darajasi dedingiz-ku? O'shaning Qarang. Oddiy kod tuzamiz. Misol uchun n deymiz. Keyin o'sha darajasi kelib chiqadimi yo'qmi? Foyda topib olasiz, bunday qilib qo'ying. Esga yig'ib ketamiz. For deymiz, for in range deymiz. 1 dan boshlab n gacha qidirmoqchiman. 1 dan boshlab n gacha shu sonlarning hamma raqamlari toq bo'lsa, demak ichkaridan yana ketaman. Yana for deb olaman. For j in har bir olayotgan sonimni raqamlarini tekshirishim uchun-da bu. Str i deyman. Olayotgan i ni qilib agar deyman. Xo'sh. int j olayotgan har bir raqami olayotgan har bir raqami bo'lsam 2 ga teng bo'lib qolsa 0 ga, demak jupi bo'lib qolsa continue deyman. Ya'ni davom etib ket. Menga bu son kerak emas demoqchiman. Faqat menga toqlari kerak-ku. Davom etib ketib qoladi. Yoki bo'lmasam break qilib qo'yaymi? Break. Continue qilmay break. To'xta, bo'ldi, kerak emas. Demak, tekshiradi. Agar umuman breakka tushmasa, print qilib olmoqchi bo'ldim. Else aks holda biror marta tushmasa, s barobar s plus 1 deb yozib qo'yaman. Demak, bitta 90 topdim. Print s deyman, hozir ko'ramiz buni. 10 gacha bo'lgan sonlar ichida 5 bor mana. Endi 100 gacha bo'lgan sonlar ichida 30 ta bor mana. Xo'sh. 1000 gacha bo'lgan sonlar ichida 155 ta bor mana. Demak, nima qilasiz? Qarang, menga yozasiz. O'sha kodni terganingizdan keyin time limit oladigan kod, time limit oladi. O'sha bilan aniqlab olasizda. 1 dan 10 gacha desam 5 ta chiqdi deysiz. 1 dan 100 gacha desam 30 ta chiqdi deysiz. 1 dan 1000 gacha desam 155 midi? 155 chiqdi deysiz. Demak, 1 dan 10 gacha 5 ta bo'lgan bo'lsa, 1 dan bungacha 25 ta bo'lgan. Mana bu ikkalasi qo'shilib 30 ni bergan. Endi
1dan 100 gacha 30 ta bo'lgan bo'lsa, 1dan 1000 gacha deyotgan paytimda u qancha bo'lgan bo'ladi? 125 ta bo'lgan bo'ladi. Mana. Chunki mana 30 bilan qo'shilib 155 ta bergan bo'ladi-da. Demak, shundan nimani bilasiz? Agar qarasangiz, mana bu 25, mana bu 125 ga aylandi. Qani endi 1dan 10 minggacha berib ko'rayinchi. Bu 625 ga aylanib, 5 ning kubi mana bu kelgandan keyin 5 ning 4-si mana bu keladi-ku. 625 ga aylanib, 625 bilan 255 yig'indisi kelib chiqarmikan? Ya'ni nech chiqadi? 780 chiqarmikan? Qani berib ko'ramiz. 10 minggacha. Qani 780 chiqdi. Shundan aniqlab olamizki, demak, mana bu necha xona bo'ladigan bo'lsa, xonalar soniga qarab ketamiz ekan. Nollar soni bittami? Misol uchun, nollar soni deb tushunsangiz ham mayli. Nollar soni bittami? Demak 5 ning birinchisi bo'lar ekan. Nollar soni ikkitami? Demak 5 ning ikkinchisi bo'lar ekan. Nollar soni 3 tami? Demak 3-chi bo'lar ekan. Demak, keyin shular hammasini yig'indisini topaman ekan deb ketaverasiz. Mana endi nollar soni 4 tami? U yerda 5 ning 4-chisi bor ekan va ularning hammasi yig'indisi ekan deb ketaverasiz. Mana shunaqa bo'ladi. Endi sizga kecha aytganimdek, agar sizga 1dan 10 minggacha emas, 1dan 11200 gacha desa, siz 10 minggachasini topa olasiz. Aniq formula bilan. Keyin 10 mingdan mana bungacha formula aylantirib topib olsangiz bo'ladi-da. Mana shu kodimiz. Tushunarli bo'ldimi? Ha, tushundim, rahmat. Matematika kitobida formulasi bo'lsa kerak menimcha. Matematika formula kitoblarini bir qarasangiz shunaqa. O'sha yerdan kelib chiqqan. Biz endi matematik bo'lmasak, kodni shunday qilib topamiz-da. Erta olimpiadada ham shunaqa misollar tushib qolsa, qarang. Bir misolni kodini tuzdingiz, u time limit olyapsizmi? Darrov 3 ta 4 ta qiymat berib, natijani hisoblab ko'ring. Nima chiqadi? Natijangizga qarab bitta formula o'ylab topib olsangiz bo'ladi-da. Ko'pincha mana shu formula bo'ladi. Bizning informatikada shu eslaringizda qolsin. 2 ga keladi ko'pincha darajalar. 2 ning darajalariga keladi qandaydir. Yoki 2 lik sanoq sistemasiga o'tkazganingizda birlar soni yoki nollar soniga bog'liq bo'lgan bir qoida kelib chiqadi. Bizda ko'pincha shunday bo'ladi. 2 ning qayinchi darajasiga keladigan narsalar yoki 2 likka o'tkazganingizdagi birlar soniga yoki nollar soniga bog'liq bo'lgan qandaydir formula kelib chiqadi. Bu formulamiz 5 ga taalluqli bo'lgan formula ekan, 5 ga. Mana shunday kelib chiqadi. Kimda savol bor yana? Savol bo'lmasa, unda darsimizni tugatamiz. Savol bo'lsa bering. Savol yo'q shekilli. Unda bugun darsimizni tugatamiz. O'zi kam ekan-ku odamlar ham. Chiqib ketdi endi aka. 9 ta bo'lib o'tirdik lekin bu 9. Men bu yoq odamlar soniga qaramabman. Yaxshi bo'lmasam, yaxshi dam olasizlar. Hozir qo'shib qo'yaman tagiga. Yana yangi misollardan. Vaqtini ham cho'zib qo'ying degan. Ha, vaqtni ertagacha cho'zib qo'yaman-da. Xo'p, rahmat aka, yaxshi dam Rahmat. Rahmat, siz yaxshi davoming. Xo'p.